O'rtoqlar, Alloh uchun mana shu mashinam sotiladi. Jigarlar, mashina meni o'zimga 12,5 mingga tushgan. Bizga hozir Abbosxonni sroshni Turkiyaga olib ketib, operatsiya qildirishimiz uchun $10,000 pul yetmayapti. $10,000 pulingiz bo'lsa, keling, hozir olib keting jigarlar. Mashina haqida to'liq ma'lumotni opisiyaga qo'yib qo'yamiz. O'rtoqlar, meni bu qarorimdan yaqinlarim qaytarmoqchi bo'lishdi. Sababi Abbosxon ham, dadasi ham menga hech kim emas, zamonaviy til bilan aytganda, lekin aslida barcha musulmonlar bir-birimizga qarindoshmiz. Buni unutmaylik. Agar sizda pul bo'lganda, Alloh uchun sotilayotgan mana shu mashinani nech pulga olgan bo'lardingiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Sababi hozir bizni kuzatib turgan O'zbek Neftigaz rahbarlari hamda Bekobodning Qo'shtirnoq ichidagi saxiy tadbirkorlari o'qisin. Xudo xolasa Abbosxon yaxshi bo'lib ketgandan keyin ular haqida ham maxsus videolar chiqadi. Voqealar rivojini Instagramda kuzatishda davom eting. O'rtoqlar, shoshilamiz. Kimga nasib qilgan bo'lsa, lekin maza qilib minasizlar. Meni o'zim minishga olgan mashinam.